Hi everyone. Ertalabdan choy ichib, kiyinib, Instaga qarab ketyapmiz hozir. Bugun harakat qilamiz sizlarga полный денimizni ko'rsatishga. Hozir biz sizlar bilan muzeymi boqqa ketyapmiz. Yo, say hi. Привет. Hi. Hammaga salom. Ko'rib turganingdek bugun chorshanba. Biz darsdan chiqdik. Bizda hozir ikkita podryad tutorial ingliz tili bo'ldi. Undan keyin bizda katta pererv bor. Shu yerda hozir obedlarimiz ko'rgan edik. Undan keyin bitta lecturamiz qoldi. Shu bilan uyga ketamiz. Another important thing here, almost half of these small business owners or entrepreneurs. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan 30-sentyabr bu yerda institutda bizada tipa ustozlarning kunini nishonlayapmiz. 1-oktyabr chunki ertaga bizada dam. Biz уже podarkalarimizni berib bo'ldik tutorimizga. Endi mana hozir ikkita leksiya paradan keyin chiqib obedlanmoqchimiz endi. O'tiribmiz Fatima bilan.